Assalomu alaykum hurmatli qadri baland zamondoshlarim. Mana bugun kurrai zaminimiz aylanib yana bir yangi kunni siz bilan bizga hadiya qildi. Shu kunga yetganimizga shukronalar aytib, Allohimizga yana hayot sari intilib, hayot quvonchlari va tashvishlarini yengib yaxshi kayfiyat bilan hayot ummonida suzamiz. Aziz zamondoshlarim, bu aytilayotgan gaplar shunchaki gaplar emas. Bu foniy dunyoda hayot kechirish o'zi bo'lmaydi. Hozirgi tezlashgan global dunyoda hamma narsa pul bilan, mol dunyo bilan o'lchanadigan zamonda o'zimizga berilgan bir tan, bir jonni qadrlab, asablanmasdan, shoshmasdan hayot kechirishga odatlanish kerak aziz zamondoshlarim. Sizu bizdan nima qoladi? Bu yolg'onchi dunyoda azizlarim, yaxshi ishlarimiz, yaxshi farzandlarimiz, yaxshi gaplarimiz, yaxshi amallarimiz qoladi. Boshqa hech narsa qolmaydi. Har bir dam g'animat aziz zamondoshlarim. Xo'p, shunday qilib bugungi mavzuyimiz organizm funksiyasining gumoryal va nerv boshqarilishi. Organizm funksiyasining nerv orqali boshqarilishi bosh miya va orqa miya barcha organlar bilan nervlar orqali bog'langan. Miya bilan organlar o'rtasida ikki tomonlama nerv bog'lanishi mavjud. Bosh miya va orqa miya nerv impulslari, ya'ni nerv hujayralari, membranalari orqali uzatiladigan elektr signallari orqali organlar ishini boshqarib turadi. Nerv impulslarini ham organizmga biologik faol moddalar singari ta'sir ko'rsatadi va hujayralar, organlar yoki organizm funksiyasini qo'zg'atadi yoki tormozlaydi. Organizm funksiyasining nerv boshqarilishi miya bilan barcha organlar o'rtasida mavjud bo'lgan ikki tomonlama bog'lanish tufayli amalga oshadi. Tashqi muhit sharoiti o'zgarganda organlarda joylashgan nervlarning ishlari, reseptorlar qo'zg'alib, nerv impulslari, ya'ni elektr signallari hosil qiladi. Signallar sezuvchi nerv tolalari membranalari orqali orqa miya va bosh miyaga uzatadi. Harakatlantiruvchi nervlar esa signallarni miyadan tegishli organlarga o'tkazadi. Organlarning muskullari nerv impulslari ta'sirida qisqarib, organlar ishi tufayli ish bajaradi. Organizm bilan tashqi muhit o'rtasida ikki tomonlama nerv bog'lanish tufayli organizm tashqi muhitda sodir bo'layotgan o'zgarishlarga moslanib, organizm ichki muhiti doimiyligi saqlanib qoladi. Shuning bilan aziz zamondoshim, bugungi mavzuyimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlarga sog'lik, omonlik tilagan holda yana xayrlashamiz. Xo'sh, sog' salomat bo'ling aziz zamondoshlarim.